Hammaga salom do'stlar, sizlar Cyrix Life kanalidasizlar va sizlar bilan bugun bizda yana yangi video. Demak do'stlar, bugungi videoda biz sizlar bilan Manchester City yulduzi Erling Haalandni full ko'rinishga keltiramiz. Demak do'stlar, videomizni boshlashdan oldin videoga albatta like, comment yozishni unutmanglar. Demak biz videoni boshladik. Hop, biz birinchi umid qilamanki bu yerdagi Erling Haalandni tepadagi barchasini 100 qilamiz. 400 yoki 500 chiqarishga harakat qilamiz. Demak biz videoni boshladik. Hop, hozircha Erling Haaland City safida o'ynamoqda, lekin men buni vaqtinchalik deb o'ylayman, chunki ko'plarning fikricha rasmiy e'lonlarda Erling Haaland Realga o'tish ehtimoli ham bor. Albatta, u Vinicius o'rniga o'tadi, hamma aytishyapti. Erling Haaland o'zi ham unga tayyor turibdi. O'taman deb turibdi. Hop, bizda yaxshi full bo'lyapti. Ko'proq bizga tezdan tepadagi hammasini 100 qilishimiz kerak. Bizning maqsadimiz shu. 100 bo'larmikan? Demak do'stlar, kuchaytirish yaxshi ketyapti, hozircha bo'ladi. Tezlikka yaxshi beryapti. Bu albatta yaxshi. Demak do'stlar, shu paytda aytib qo'yishim kerak. YouTube profilimda Telegram kanalim bor. Telegram kanalida hozircha yangi hech narsa yo'q. Unga o'ta obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin, chunki o'sha yerda barcha ma'lumotlar, video qachon chiqishi, yana qanaqa video dilasangiz o'sha yerda bo'lib o'tadi. Demak hozircha bizda 2 ta 100 tayyor. Mana o'rtadagi ikkalasini ham 100 qilishimiz kerak. Hozircha kuchaytirish yaxshi ketyapti. 400 menimcha aniq bo'ladi. Na videoning oxirida keyingi safar qaysi futbolchini full qilishimizni ko'rsataman. Bu surpriz bo'la qolsin. Do'stlar, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Faqatgina shu obuna bo'lish bilan menga podpishka qila olasizlar. Obuna bo'lgan bo'lsangiz oldindan albatta rahmat. Yaxshi. Mana 400 chiqaramiz. Yaxshi. Normal bo'ladi. Endi biz oddiy fitness bittalik kuchaytirishdan beramiz. Tez o'tkazib ham bo'ladi. 98 yaxshi. 8 99 bo'ladi, yaxshi. Break rouse berdi. Yaxshi. Ikkita yana 99. Va bizada Erling Haaland ko'rdingizdek tepada 400. Bu albatta yaxshi. Endi hali ancha kuchaytiramiz. Endi zarbalarni ham yaxshiroq berishimiz kerak. Yo'q, taklinga umuman kerak emas. Ko'proq shootingga kerak. Zarba berishi yaxshi bo'lishi kerak. Yaxshi. Yo'q, unga kerak emas. Yetarmikan kuchaytirgimiz? Ko'proq shootingga bersa yaxshi bo'lardi. Yo'q. Takling kerak emas. Meykaz bo'ldi. So'ng hozircha shootingga bersam, hozircha dribbling yaxshi shootingga berdi. Yana shooting, yana davom etsa yaxshi bo'ladi. Takling kerak emas bizga. 98 yaxshi shooting, yana 100 qila olamizmi? Yo'q. 99. Hop. Takling kerak emas. Pas. Yo'q, uncha kerak emas bizga. Biz 5 ta 100 chiqarishimiz kerak. Iltimos, 5 ta 100. 5 ta 100 kerak. Qila bilamizmi? Хорошо. Bo'ldi, 5 ta 100 bizda. Biz maqsadimizga yetdik. Endi oddiygina full qilib qo'yish kerak xolos. Ko'proq taklingga ham beryapti endi.
95 96 bizda deyarli full, lekin bizda 96 bo'ldi. Endi full qilib qo'yishimiz uchun bitta trening berib ko'ramizmi? Ha, ketsa ketdi. Va bizda do'stlar ko'rib turganingizdek Erling Haaland full holatda. Bu albatta yaxshi. Bizda 5 ta 100 chiqara oldik. Biz maqsadimizga yetdik. Aha. Demak do'stlar, endi esa biz keyingi videoda qaysi futbolchini kuchaytirish haqida bo'ladi. Hop, bu yerda bizda qaytarishimiz kerak bo'lgan futbolchilar bu albatta Eldor Shomurodov. Hozirdan aytib qo'yishimiz kerak, Eldor Shomurodov Dream League Soccer 2026 o'yinida chiqmaydi. Shuning uchun hozir olib qo'yish kerak. Hop do'stlar, biz vakilimizni qaytarib oldik. Demak, keyingi videoda biz uni sizlar bilan albatta full holatiga keltiramiz. Demak do'stlar, video yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlar bilan Cyrix Life bo'ldi.